Olmagan gul yaxshi bo'ldi lekin. Mana qarang shu yoshini qalqog'igacha asal qo'ygan mana. Mana bu eng tabiiy toza asal shu bo'ladi. Bog'chaning eng oqsu degan joylari eng uzoq joy keng joylarning joylari hey ana bu yoqni ko'rsating-da. Mana bu joylarga keng har kun keng shu yoqqa yuradi. Zapavenik degan joylar mana o'sha. Bog'chaning eng oxirgi toshga u nargi taraf u betga Qashqadaryoning Amir Temur g'ori u yoqqa. Mana shu nima qarang mana bu qarani. Nargi taraf Amir Temur g'ori u yoqqa. Mana bu yashini ko'rsating-da yashikni. Mana bu bog'chaning asli bunday bo'ladi. Mana bu bog'bonimiz asalimiz toshi olib kelgan eshak bilan ot bilan mana shu Dilmurod aka bo'ladi bog'chalik. Mana qarang. Yo'la. Ha, mana bu. Qani bizning ustoz? Kelmaganmi? Yaxshi. Yo'q, bular. Qo'yni chaqiring ustozni. Hamma shunda ustozga jo'natamiz kim Hozir. Ha, mana kigochi Shu bor. turishiga birovlar nima qildi? Kigochi bor, yana nimalar bu o'simlik, dorivorlik. O'simlik ko'p, har xil dorivorlik ko'p. Dorivorlikmi? Har bir dorivorlik ko'p. Buni yegan odam sog'ayib ketadi-da. Ko'r, yashagan. Buni yegan odam shifo topadi, hech narsa kerak emas. Buni tozalik uchun eshak bilan 15 kilometr shu yerga eshak bilan olib keldik. Ha, 15 kilometr olib keldik, ha. Ha, bu yoqqa eshak ham yurolmaydi. Eshak ham arang. Agar nasib bo'lsa moshina keladigan umiddaman. Ha, bo'ladi. Endi moshina yurib kelsa, nasib bo'lsa u. Mana hurmatli klientlar, toza asal shunday bo'ladi. Ana bu tozamen, notozim deb yozmalar, mana haqiqatsi shu. Xudo bersa shunday beradi, so'ramaydi bu kimsan deb. Rahmat diqqatlaringizga.